Biz sizlar bilan onalarimiz haqida o'rgandik va o'zingizga podskaz bo'ladigan darajada aa, ilm oldinglar, tushunib oldinglar deb o'ylayman. Boyagi anaqadan podskaz, то есть signal, belgi orqali o'zinglarni energiyalarni moslab olasizlar onalarni xarakterlariga. Bunaqa bo'lishi mumkin-da qizlar, bizda qaysi onamiz haqida ko'proq ma'lumot bo'lsa, o'sha onamizni obrazi menda bor deb olishimiz mumkin. Bunaqa qilsanglar ham bo'ladi. Lekin realni rivojlanmoqchimisizlar? Realni o'smoqchimisizlar? Sizlardagi qaysi jihatlar, qaysi energiya ko'proq yaqinligiga e'tibor bersanglar bo'ladi. Yana shunaqa qilishinglar mumkin, bir nechta onalarni kompleks qilib, bitta kokteyl qilib o'zingizga tayyorlab olib, bemalol o'sha kokteyldan ichsanglar bo'ladi. Men shaxsan o'zimda ham boshida bo'lgan Xadicha onamizni faqat kumir qilib olganman. Chunki xarakterlaridagi, intilishlardagi qaysidir jihatlar menda topilgan. Ba'zi paytlarda Sofiya onamizga o'tib olganman. Va shunaqa qilib yurib o'rganib umumiy hozir birlashtiradigan onalarimiz bu Oysha onamiz bilan Xadicha onamizdagi energiyani birlashtirganman. Ko'pchiligiga aytganman, xuddi Oysha onamiz kabi qalblariga hokim bo'la olish, ya'ni qalblariga hokimlik baribir Alloh taologa birinchi navbatda, lekin qalb Allohim hamma narsada adolat qilishga harakat qilaman, lekin qalbimga buyruq bera olmayapman. Oyshani qattiq yaxshi ko'raman degan gaplari menga juda ta'sir qilgan. Va Oysha onamizdagi ilmga chanqoqlikni o'zimga yuqtirish uchun ham aynan Oysha onamizni tanlaganman. Xuddi shunaqa narsalarda sizlar kokteyl qilib foydalansanglar bo'ladi. Xadicha onamizchi, ular jannat bashorati berilgan ayollardan biri edi. Ularni o'rnini ulardan keyin mana umumiy tarzda ba'zi manbalarda 12 ta ayol deyiladi. Ba'zi manbalarda 11 ta ayol deyiladi. 11 ta umumiy ayollari bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Lekin hech kim Xadicha onamizning o'rinlarini bosa olmagan. Bu taraflarini o'zimga shakllantirish uchun bu jannatdan bitta darcha bo'lgan Xadichani oilasi, Xadicha va Muhammad sallallohu alayhi vasallamning oilalari islomda degan ta'riflarni eshitganimdan keyin, Xadicha onamizdagi mudristni o'qiganimdan keyin, ulardagi xarakterni o'zimda o'zlashtirish uchun bu tarafini foydalanganman va hozirda o'zimda shaxsan o'sha Xadicha onamizdagi mudriylik, Xadicha onamizni o'rinlarini hech kim bosa olmasligi, Oysha onamizdagi qalbga hokimlik, Oysha onamizdagi erkalik, ba'zan bilasizlar dangalchi, gapirganimdan ozgina chaqib oladigan xarakterlarim bor. Mana shu taraflama hamma onalarni shakllantirishga uringanman, harakat qilganman. Shunaqa qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Nima qilishinglardan qat'iy nazar, endi sizda obraz paydo bo'ladi. Ham dinni o'rganasiz, ham siz ma'lumot, ilm olasiz o'zingizga. Oxiratda ham bu sizga foydali bo'ladi. Ham o'zingizni qanaqa rivojlantirish kerak ekanini dunyoda eng yaxshi o'tgan onalarni obrazlaridan olasiz. To'g'ri, aytishinglar mumkin, 4 tagina ayol bashorati berilgan jannatda. Bular Osiyo onamiz, Maryam binti Imron, undan keyin Xadicha binti Huvaylid va Fatima binti Muhammad sallallohu alayhi vasallam deyishinglar mumkin. Xohlasanglar ularni olinglar. O'sha Osiyodagi sabr, Osiyodagi qalbidagi iymon, hatto Firavn o'zini eriman, xudoman deb turganda ham eriga qarshi chiqib Robbisini ustun qo'yishlar, bularni olsanglar bo'ladi. Men shunchaki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga eng suyukli bo'lgan ayollarni haqiqiy obrazlari qanaqa edi? Shularni ozgina bo'lsa ham ilm sifatida o'zingizga yuqtiringlar degan ma'noda ulardan boshladik. Endi sho'ripamlar adashmasam yozibdilar. Men boya o'qiganimda menga ayollardan ko'ra qizlarning xulqlari albatta kimniki u DNK, kimni avlodi, kimni farzandi. Ulardan olinglar xohlasanglar, Zaynab onamiz o'ziga xos vafo bilan ko'rganlar erlarini suyishini. Ummu Kulsum onamiz, opasini turmush o'rtog'i, sobiq turmush o'rtog'i Usmon ibn Affon roziyallohu anhuga turmushga chiqqanlar va opasidan qolgan meros Abdullohni shunaqa ko'zini qarosi qilib katta qilganlar. Opasiga kundosh bo'lganlar, bundoq qo'pol qilib olib qaraganda-da. Albatta opalari vafot etgandan keyin. Bu mana shu timsollarni o'zingizga ola olsanglar olinglar.
va bu realni qizlar o'stirib yuboradi sizlarni. O'zinglar hayron qolasiz. Va bunaqa tez rivoj va bunaqa tez o'zimni korreksiya qilishni men kutmagandim deysizlar. Nega? Chunki dinimiz juda mukammal. Va u dinni Alloh taolo shaxsan o'zi tashkil qilgan va insonlarni mana shunaqa mukammal bo'lishini, go'zal xulq-atvorda bo'lishini xohlagani uchun ham bizga haqiqiy insonning eng oliysi Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam oilalaridagi tarbiyani ko'rsatib beryapti. Alloh taolo. Demak, xulosa o'zingizdan. Lekin yana bo'lishi mumkin Havvo onamizdan go'zal ayol yer yuzida tug'ilmagan. Havvodagi go'zallik hamma ayollarga berilgan go'zallikni 1% Havvoni 1%. Masalan, Havvo onamizda 100% go'zallik bo'lsin, 1% butun farzand qizlariga bo'lib berilgan ekan. Biz eng go'zal dunyo go'zalini olib kelib qo'ysak ham Havvo onamizdan 99% xunuk bo'lar ekan. Go'zallikda Havvo onamizni olinglar o'zingizga timsol qilib. Havvo onamizdagi gibkisni olinglar, egiluvchanlikni olinglar, erkaklikni olinglar, rohatni olinglar. Eriga rohat bo'lgan, chunki boshqa ayol bo'lmagan. Yagona bo'lganlar va ikkalasi bo'lgan, zerikishiga yo'l qo'ymagan odam alayhissalomni. Ana undan keyin sizlarda rivoj tezlashib ketadi. Xullas kalom, bu temani yopamiz. Endi ayollanish haqida gaplashamiz. Har bir yilida shaxsan o'zimda ham energiya baribir o'ynaydi. Bir kun qirolicha ko'tarilib ketadi, ertasi kun hammasi normaga tushib qoladi, indini kuni qizaloqlik tushib ketib qoladi va hokazo obrazlarda yuramiz. Kelinglar, 10 ta oson, yengil, o'zimning hayotimda ko'p foydalanadigan punktlarni sizlarga tez-tez aytib o'tib ketaman. Darsimiz cho'zilib, anaqa bo'lib ketmasligi uchun, qiyinlashib ketmasligi uchun. Demak, ayollash uchun eng birinchi navbatda kerak bo'ladi, birinchi punktda bu albatta ko'proq ko'ylak, libosli kiyish. Libos deganda biz hozirgi shaxsan o'zimizdan kelib chiqib oladigan bo'lsak, jinsilar ko'p kiyamiz, shortiklar ko'p kiyamiz, shimlar ko'p kiyamiz, kostyum shimlar masalan, yubka bryuklar ko'p kiyamiz va hokazo. Libosni uzun, yubkadan foydalanasizmi, ko'ylakdan foydalanasizmi farqi yo'q. Bizni tizzamiz va bel kindigimizni orasida ayollik energiyasi bo'ladi. Ikki oyoq orasi deyiladi. Aynan jinsiy a'zo haqida gapirmayapman. O'sha oraliqda bizni ayollikdagi energiyamiz saqlanadi. Umumiy tarzda erkaklarda ham, ayollarda ham aynan shunaqa. Shuning uchun ham erkaklarni oyoqlari ham avrat hisoblanadi. Tizzadan shortik kiyib olganda avratni ochib olibdi erkaklar deyiladi. Yoki ayollar tizzadan balandroq libosli kiyilganda, ayollarda o'zi aslida to'piqqacha bo'ladi, lekin umumiy hisobda hozirgi oxirgi informatsiyalarga qaraganda mana shu energiya kindik va tizza orasida bo'lar ekan. Siz undan kalta kiysangiz, sizda o'sha ayollik energiyasi chiqib ketaverar ekan. Shimingizda ham hattoki. Chunki shim dag'allikni belgisi bo'lgani uchun kindik va sizni jinsiy a'zoyingiz orasidagi qorin qismingiz bor-ku ozgina, quviq deyiladi, nima deyiladi o'sha joy. Aynan o'sha joyda bizni ayollik organimizni energiyasi joylashar ekan. Haqiqatdan ham ahamiyat berganmizlar. Oshqozoningiz kichkina, ya'ni ko'krigingizdan past qorinningiz past bo'lib turib, keyin ozgina ishgan holatda bo'lib, mana masalan, mesячный paytimizda ham ahamiyat berganmizlar, aynan o'sha joyimiz ishadi, to'planganga o'xshab, nimadir suv to'planganga o'xshab. Nega? Chunki ayollik organlar o'sha joyda joylashgani hisobiga bizdagi eng ayollik tochkamiz ham aynan o'sha kindik va jinsiy a'zo o'rtasidagi qorin qismimizda joylashgan bo'lar ekan. Shuning uchun ham kim ahamiyat bergan bo'lsa, erkaklar ham birinchi quchoqlayotganda belimizdan quchoqlab o'sha joyimizni mundoq silab o'tib ketadi. O'zlari bilmagan holda instinktiv ravishda qiladi bu narsani. Kimdir balki bilar, mudriy takoy erkaklar bo'lsa, lekin o'zi sezmagan holatda tortishish o'shatga bo'laveradi. Nimaga? Erkakni jalb qiladi o'sha joy. Jinsiy a'zo demayapman. Jinsiy a'zodan teparoq, kindikdan pastroq qism haqida gapiryapman.
aynan sizni ayollik energiyangizni eng ufurib turgan joyi o'sha joyda. Ahamiyat bersanglar qorningizdan yoki u o'sha men aytgan zonani o'zini o'pganda ham yoki silaganda ham yoki shunchaki qo'lini sekin sirpalab yurg'izganda ham sizda butunlay boshqacha emotsiyalar paydo bo'lishni boshlaydi. Hissiyot qo'zg'ashni boshlaydi. Nimaga? Chunki eng ayollik energiyamizning tochkasi nuqtalaridan biri aynan mana shu zonada joylashgan bo'ladi. Buni biz ayol nafasida ozgina berib o'tib ketganim, lekin juda qisqa bergan ekanman. Nimagadir shunga urg'u bermagan ekanman-da. Hozir sizlarga shuni yana ham yoritib o'tib ketaman. Mana shu qismda masalan, kindik atrofini o'pganda, erkaklarda ham xuddi shunaqa ahamiyat berganmisizlar, kindik atrofini o'pganingizda va doradi. Hissiyot juda kuchli uyg'onib ketadi. Sababi aynan mana shu. Erkaklik organi ham, ayollik organi ham, to есть energiyasi ham, erkaklik energiyasi ham, ayollik energiyasi ham bizni aynan o'sha zonalarimizda joylashgan bo'lar ekan. Va shuning uchun ham bu energiyani umumiy hisobi kindikdan boshlab to tizzagacha hisoblanar ekan. Mana shu energiya saqlanadigan joylar ochilishi bilan bizda energetik holatdagi nima desam ekan? Energiyani yo'qotish paydo bo'lishni boshlar ekan. Va shuning uchun ham seksualность tushib ketar ekan ochiq kiyingan ayollarda. Ahamiyat bergan uzun, lekin atrezli, tizzagacha bo'lgan atrez bilan kiyinsangiz ham, lekin uzun libos kiyganingizda siz anaqa более nima desam ekan, jozibaliroq ko'rinasiz-da. Tortasiz o'zingizga. Любой insonni uzun libos kiyilganda. Chem kalta, minilardan ko'ra. Kim ahamiyat bergan shu narsaga yozinglar-da shu. Chota men sizlardan anaqa his qilmayapman, nima dedim? Javob his qilmagandek bo'lyapman. Shuning uchun telefonimni olib. Men his qilganman. O'zingizlar kiyib ko'rganingizda hamchi kalta liboslardan ko'ra uzun kiyganingizda даже o'zingizlarda qanaqadir ishonch kuchayib ketganini his qilasizlar. Так. Unda ham bo'lgan. Zo'r. Ro'mol o'ragandan keyin shunaqa energiyaga to'lgandek bo'lganman. Chunki ro'mol o'ragandan keyin nazar kamayadi-da insonga nisbatan. Butun tanani qismi yopilgani hisobiga energiya faqat o'zingizda saqlanib qoladi. Chiqib keta olmaydi energiya. Shuni hisobiga ro'mol o'ragandan keyin jozibali bo'lib ketadi. Ayollik energiyasi ko'tarilib ketadi. Shim kiysam uncha emas-da. Xo'p. Davom etamiz. Demak, sizlarda energiya almashinuvi bo'lyapti. Eshityapsizlar deganim. Shimli libos kiymaganman. Men o'rolmadim qarshilik qilishgan ro'molga. Bu qarshilik o'zingizda bor. Shuning uchun sizga qarshilik qilishyapti. Demak, ikkinchi punktga keldik. 10 ta punkt haqida gaplashamiz dedik. Ikkinchi punkt bu gruppadan chiqib turmasam hayolim ketib qolar ekan qizlar. Ikkinchi punkt bu kompliment. Sizga kompliment qilishganda ensanglar qotmasin. O'zimdan kelib chiqib aytaman yana. Menga oldin kimdir "Voy, seksualniy sana durdon" desa yoki "Voy, seksualniy bo'lib ketyapsanmi" desa, shunga o'xshash so'zlarni eshitganimda o'zimni nelovka his qilardim, noqulay his qilardim. Xijolat bo'lardim yoki ichimda kibr paydo bo'lish boshlardi. Anaqa, men shunaqaman-da, tipa, men shunaqa chiroyliman-da. Hozir meni kimdir ta'riflayotganda tabiiy his qilaman. Nimaga shu tabiiy? Bu kibrdan emas, bu shunchaki ishonchdan. Kimga nisbatan ishonchdan? Nima deb o'ylaysizlar? Kimga nisbatan ishonchdan?
Qani shu yerda qani bir ko'raychi hissiyotinglarni bitta ko'rsatinglarchi. Kimga nisbatan ishonchdan? Kompliment qilishsa osmonga uchib ketaman. Aha, o'zingizga nisbatan, o'zimga nisbatan ishonch. Yana. O'zingizga. Da qisman ha, lekin Allohga. Madina молодец. Zo'r topdingiz. Da, Allohga. Nimaga shunaqa? Men o'zimga ko'p ishonmayman. Men Allohga ko'proq ishonaman. Ko'proq emas, butunlay deylik. Nega shunaqa? Alloh yaratdimi meni? Meni xunuk qilib yaratishi mumkinmi Alloh? Alloh yaratdi meni. Shayton emas, birorta banda emas yoki haykaltarosh emas, meni Robbim yaratdi. Tushunsizlar? Demak, bizni kimdir maqtaganida yoki bizga kompliment qilayotganida ishonch bilan tura olishimiz bu конечно, Robbim go'zal qilib yaratmasligi mumkinmi? deyish ekan. Mana shu narsani oxirgi payt sezib qoldim-da. Qanaqa qilib Robbim xunuk narsa yaratishi mumkin? Xunuk banda yaratishi mumkin, xunuk ijod qilishi mumkin. Axir Alloh yaratdi-ku. U meni ko'zim g'ilay bo'lsa, ayb menda emas-ku. To есть go'zallikni ko'ra olmasam ma'nosida aytyapman-da. Masalan, bo'ladi-ku biz tanqid qilamiz, voy falonchini cho'ti g'alatiroqmi o'sha qiz? Nimasidir yo'qmi? U yo'qni ko'rayotgan men-ku. Men qilgan gunohlar uchun o'zimni qalbim qoraygani uchun men uni xunuk ko'ryapman, men uni g'ilay ko'ryapman, men uni qiyshuv ko'ryapman. Robbim hattoki shu nogironni ham eng go'zal shaklda yaratib beradi-ku. Nega nogiron qiladi? Demak, o'tda ko'p ma'no bor edi. Xayr bor edi. U jannatda darajasi balki qaysidir sog'lomlardan baland turishi kerak ediki, Robbim bu hayotdan ko'ra u yoqda aziz qilaman deb yaratgandi. Biz u xayrni ko'rmasdan o'zimizcha baho beramiz insonlarga yoki narsalarga. Demak, ko'ra olishimiz ham juda muhim ekan. Demak, kompliment qilinayotganda da uchishinglar zo'r narsa. Hamma xursand bo'ladi, lekin bitta narsani ushlab olishinglar kerak-da. O'sha xursand bo'lgan darajangizda agar hozir siz o'sha inson yomonlasa, xuddi shu darajada tushib ketishingiz mumkin. Demak, samatsenka bu kimdir kompliment qilganda xursand bo'lish bilan birgalikda aynan o'sha inson sizni tanqid qilganda tushib ketib qolmaslik va sog'lom qabul qila olish. Mana shu yerda bizning samatsenkamiz sinaladi. Haqiqiy samatsenkamiz. Anaqasini tushunib oldinglar, chegarasini bilib oldinglar, kimni samatsenkasi normalniy, kimniki esa nonormalniligini mashqdan aniqlab olsanglar bo'ladi. Ya'ni bu yerda sog'lom tanqid bo'lsa, yo'q deb turishni men oqlamayapman. Sog'lom, nosog'lom tanqid bo'lishidan qat'iy nazar, siz o'zingizni o'sha insondan ko'ra yaxshiroq bilishingizni anglab turishingiz. Va shu paytda siz tushib ketmaydi bahoyingiz o'zingizga nisbatan. Mana shuni ushlab bersiz. Oson, yengil uslubi samatsenkani ushlab turish.